Ro'za tutish organizm uchun ham muhim sinovdir. Shu sababli Ramazon oyida ovqatlanish va suyuqlik qabul qilish tartibiga e'tibor berish zarur. Birinchi navbatda suv ichishni unutmang. Iftordan sahargacha kamida 6-8 stakan suvni bo'lib iching. Gazli ichimliklar va energetik ichimliklar suvsizlanishni kuchaytiradi. Iftorni yengil taom bilan boshlang. Xurmo, iliq suv yoki sho'rva oshqozonni tayyorlaydi. Birdaniga yog'li va qovurilgan ovqat yeyish gastrit va og'riq chaqirishi mumkin. Saharlikni o'tkazib yubormang. Saharlik qilmaslik holsizlik, bosh aylanishi va qon bosimi tushishiga olib keladi. Saharda tuxum, sut mahsulotlari, sabzavot va donli ovqatlar tavsiya etiladi. Achchiq, sho'r va yog'li ovqatlarni kamaytiring. Bu turdagi taomlar chanqoq hissini kuchaytiradi hamda yurakka ortiqcha yuklama beradi. Kofe, choyni me'yorda iching. Bu kabi ichimliklarni haddan oshiq ko'p ichish organizm suvsizlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Jismoniy faollikni to'g'ri rejalashtiring. Sportni iftordan keyin 1-2 soat o'tib yoki sahardan oldin yengil tarzda bajarish tavsiya etiladi. Qandli diabet, yurak, buyrak, oshqozon kasalliklari bor insonlar ro'za tutishdan oldin shifokor bilan maslahatlashishlari lozim.